Assalomu alaykum, hurmatli xaridorlar, yaqinlarim. Mana bunaqa dvoyka sportivkamiz, futbolочкasi. Mana birinchi futbolkasini ko'rsataman. Futbolkachasi qora rangda. Mana yengi, nima deydi, kalta. Oldida yozuvi bor, dumaloq yoqa. Orqasida hech nimasi yo'q, однотонный qora. Rosa ham chiroyli qilingan, bu bolshmerka. Hozir shimini ham ko'rsataman. Ko'ring, rosa ham yaxshi. Mana shimi uzungina, salgina keng, kilotga o'xshaydi. Kilot shunda. Mana bunaqa tepasi rezinka bog'i bor, cho'ntaklari bor, glubokий. Keyin tagida mana bunaqa uzori bor. Rosa ham chiroyli qilingan. Bu razmerlarimiz 44, 46, 48, 50 bolshmerka bu. Bemalol futbolkasi bilan shimda bemalol kiysangiz ham bo'ladi.